bo'lganidan tashqari yana boyadan beri men bularga aytayotibman, hammamizni bayramimiz bugun. Albatta bitiruv kechasi, Ortiqjon. Bitiruv degan bu yerda. Maktabni bitirgan, kimdir institutni, kimdir bog'chani deb boya sanadim men. Tamomlagan deyiladi-da. Maktabni tamomlagan, bu bog'chani tamomlagan. Hech bo'lmasa mana shu yerda o'tirgan, masalan, mana go'zal opa-singillarimiz bitta yerda tamomlaganlar o'tiribdi. Bo'lmasa ikkita, uchtadanlari bor. Erkaklarimiz nechta xotinlarni tamomlagan. Tamomlaganlarda bayrami bu, Ortiqjon. Siz ham meni tamomlagansiz, bayramingiz bilan. Aqlli gap eshitmay o'tib ketar ekanmiz-da. Men o'rtoqlar bu gapni boshlaganim bugun hammani bayrami. Endi hammani xursand qilish qiyin. Xuddi shu. Lekin Zokirjon akamiz hozir kelishib, shu ataganimizni bitta konvertga joyladik. Keyin joyladik. Shuni shu o'tirganlarning ichidan bitta odamni tanlab, bayram bilan deb shuni topshirib qo'ysak degan fikrdamiz. Ijozatlaringiz bilan ma'qulmi? Xuddi shunday. Ma'qulmi o'rtoqlar? Yaxshi. Hozir Zokirjon kimga? Tanlang, o'zingiz endi siz yubilyarmisiz. Mana shu yerda bir sinfdoshimizni men ko'ryapman. Mana yoshlarini aniqlasangiz bo'ladi, yillari eskiroq sal mana. Shu kishini mo'ljallab turdim, shu sovg'a. Nega endi aynan shu kishini? Biz bu kishi bilan 5-sinfda 5 yil birga o'qiganmiz. Ha, bu kishi ham bitirdimi? Yo'q, bu kishi bitirmadilar. Sababi bu kishi hali ham davom ettiryaptilar o'qishni. Mana shu yil xudo xolasa albatta bitiradilar bu kishi. Ha, o'qishlari ancha yaxshimi? Ya, o'qishlari o'sha-yu, xotinlari maktabga direktor bo'lib ketdi. Ha. Bo'lmasa qani? Konvertni topshiring bo'lsa bo'ldi endi. Shu bo'lsa shu. Konvert ma'nomi? Ha? Nima deysiz? Ana. Uyim ariqlab ketib qoldi. Nima? Hozir ketib qoldi. Yarimingiz qolmabdi. Necha kilo chiqaman shu turishda? Bir 45 kilolar yuki bor, ha? 45. Ha. 90 dan ziyod edi, biz bir oy oldin. Ya endi biz kalla pochchani qo'shmayapmiz-da. Kallangiz o'zi 20 kilo keladi sizda. Chalg'imang, konvertni topshiring, bir narsa qiling endi to'g'ri. Men uzrimni so'rab qo'ysam mayli. Uzr deb bo'ladimi shuncha odamni oldida? Yo, qayerda esimdan chiqarib qoldirganman yoki tushib qolgan. Nima qilsa ham endi bir narsa qilib tabriklang, endi bir yo'lni o'ylab toping. Ikki og'iz shirin so'zda Ortiqjon ham arzon tushadi. Kim yozib beradi hozir sizga shirin so'zni? Shirin so'zni yozib berish kerak emas. Tayyor ishlab chiqarish. Mana ishlab chiqarish, mana. Bu ishlab chiqarish ikkita gapni bir-biriga qo'shib so'z qilganini men eslolmayman. Bu tomoni ham ishlab chiqarish, mana bu tomoni ham ishlab chiqarish. Albatta, mana. Bitta jumla tuzing. O'sha jumlada chunki keyin menimcha degan so'z ishtirok etsin. Masalan, ona tilida juda grammatni. Menimcha havo issiq bo'ladi chunki quyosh chiqdi. Yoki menimcha yomg'ir yog'adi chunki bulut bor. Qani mana hal guvoh. Bu juda oson, bu men uchun unaqa qiyin narsa emas. Qani? Mana Abdujabbor tog'a gazetani olib dalaga chiqdi. Qani bu yerda menimcha chunki. Shoshmay turing. Endi keladi menimcha chunki. Abdujabbor tog'a gazetani olib dalaga chiqdi. Menimcha u hojatxonaga bormoqchi. Chunki gazeta o'qishni bilmaydi. Xalqda bir maqol bor ekan, yo'q itni pochting qovurib yeyolmaydi der ekan. Aql bo'lmagandan keyin qiyin. Men qarang, siz she'r yozardingiz, she'r berib qo'ying. She'r jonim bilan qanaqa she'r? Kelin-kuyovga bag'ishlangan she'r bo'ladimi? Kelin-kuyovga bag'ishlangan bo'lmaydi. Sinfdoshlarga bag'ishlangan. O'shani sinfdoshlarga o'girib aytaveraman, nima farqi bor? Ayting bo'pti. Demak, she'r sinfdosh o'zing qalaysan? O'tiribsan yalpayib. Kelin bola yo'q. Sinfdoshlar yonida qolmagin-da shalpayib. Ha. Buyog'ini o'g'ri bo'lmaydi sinfdoshlarga. Aytingchi, men yordam beraman. Kayfi oshgan o'rtoqlaringni uylariga kuzatib bor, stolingdagi shishani Zokir akangga uzatib bor. Ikki olgan o'rtoqlaringni unaqa emas. Ikki qo'ygan ustozlaringni uylariga kuzatib bor, jurnalni o'g'irlab olib, ikkilaringni tuzatib bor.
Bir muhabbat haqida yo'qmi? Bosib ketsin qan. Muhabbat haqida bor. O'g'il bola o'qisa ham bo'ladi, qiz bola o'qisa ham bo'ladi. Bu ana yangilik bo'pti o'rtoqlar, san'atda. Qan. Yangilik? Qan. Sochimdan tort, qulog'im cho'z, mushtla mayli betimga. Agar bunga qoniqmasang, barmog'ing tiq ko'zimga. Ya shoirda zo'r she'rlari bor o'rtoqlar. Meni o'zimga bir she'r beribdi, xotinimning urug'i degan. Aka. Mehmon bo'lib kelganda xotinimning urug'i. O'qib beraymi? Qanaqa o'qib bering? Kim bozorga chopgan u kim uydadir ovora. Suyaksiz go'sht olinar qassobga ming yolvorar. Choy damlalar achchiq qilib, ko'rpacha qavat-qavat, dasturxondan joy olar shirinlik asal novot. Mevalarni sarasi, olma, anor, o'riklar, konfetlar orasida boshlanadi ko'riklar. Bugun biling topilur har narsani yo'rig'i, mehmon bo'lib kelganlar xotinimning urug'i. Endi bu ijod bir joyda to'xtab turmaydi. Shuning uchun ijodimni davom ettirib, mehmon bo'lib kelsa, erni urug'i qanaqa holatlar yuz beradi, shuni ham she'r qilganman. Qani. Demak, ikkinchi seriya mehmon bo'lib kelsa, erning urug'i. Katta uy ham tor bo'lib qolar. Xotin rangi qor bo'lib qolar. Bozorda ham narx baland juda, qassobga yalinmang behuda. Joy qilinar poygakdan shundoq, paxta yog'i qilinmagan dog'. Choy damlanar kechagi shamma, shunday yashar bu kunda hamma. Men turshakka ham tushibdi-ku qurt, yong'oq qattiq demang yana murt. Quyosh botib nega bo'lmas kech, gap ham gapga qovushmaydi hech. Yoqimsiz biram qilig'i, kelgan bugun erning urug'i. Aka esdan chiqib ketib qoldi, tabrik chaqib ketib qoldik. Raqsga tushib bersangiz-chi? O'rtoqlar, chiroyli bir raqsga tushib bersa, yubilyarimiz, ha? Endi meni qomatimga raqsimcha yetishmaydi. Sizni qomatingiz bor, raqsni bilaman men. Cho'pon yigit raqsi. Cho'p kerak bo'ladi, cho'pni shunday orqangizdan o'tkazdiramiz. Tushunmadim. Mana cho'ponlar qo'lni orqasidan o'tkazdirib oladi. Mana shunday qilib oling, bor deb hisoblaymiz. Demak, men musiqani chalib shunda to'xtagan paytimda quray deyveraman. Quray nima uchun unday deyman men? Cho'pon qizni qo'y boqyapti-da. Tushunarli. Xo'sh. Diqqat, siz uchun maxsus yubilyarimiz raqs shartlar. Mayli raqsga qarshi emasman, bir jahon ahamiyatiga ega bo'lgan raqslardan baletga tushsak nima deysiz? Balet men juda yaxshi ko'raman. O'rtoqlar, balet bo'ladi, ayting, nima qilish kerak? Siz qiz bo'lasiz, men yigit bo'laman. Ya. Men yigit, siz qiz. Davom eting. Yo'q, o'ylayapsiz bu yog'ini. Nimaga? Balet bu oson san'at emas. Ha. Yigitning bo'ynida juda ham og'ir yuk tushadi. Xo'sh. Bilasizmi, u qanaqa bo'ladi? Yo'q. Yigit jonivor uchib kelayotgan qiz o'lgurda ilib olib, boshini ustidan 3 marta aylantirib, keyin yerga qo'yish kerak. Shunday qila olasizmi? Qo'lingizdan keladimi? Ha, endi chamalab ko'ryapti, to'g'ri qilyapti. Ushlab ham ko'ring. Keling. Ha, bo'pti, siz yigit bo'lasiz. Ha, bu boshqa gap. Demang-da, men mana bu yerda bo'laman, yigit. Qiz yigit demang, hamma tushunib turibdi-ku. Sen men deb ketavering. Xo'p. Demak, o'sha birinchi mashq. Yugurib kelasiz, men qo'limga shunday ilib olaman, aylantirib yerga qo'yaman. Diqqat! Boshladik. Esingizdan chiqmadimi? Shunday kelasiz, men sizga shunday ilib olaman, keyin aylantirib yerga qo'yaman. Boya menga bunday deyapsiz. Men sizga qulay bo'lsin deb bunday qilyapman. Nimasi qulay uni? Qo'lingiz bilan qayerdan ushlamoqchisiz? Ha.
ikkita qo'lingiz mana. Agar bo'lsa bitta qo'ling. Bu ushlab olishga garantiya bormi? Siz kelib sakrang o'ylab ko'ramiz. Gap qarang, men sakrarmishmi, bu o'ylab ko'rarmish. Bo'lmaydi. Bak keling, qo'shiq aytib beramiz yaxshisi. Men o'zim aytaman, siz muzikasiga yordam bersangiz bo'ldi. Siz uchun. Xo'p. Apandini qo'shig'idan, a? Xo'p. Yuzdagi holingni yashir solma mamo qiz, boshima kulfat. Na. Muzika bo'lmadi. Qanday qilay? Hech hoshmang. Kartaga kelmaganini qarang. Mana uni og'izga solasizda, o'sha qo'shiqda ohangiga mo'ljallab puflasangiz, chiqadi. Yuzdagi holingni yashir solma mamo qiz, boshima kulfat. Maydimi? İçime gidip qolaydi bu. Ketmaydi. Ketsa ham ertalab yana qo'lingizda bo'laveradi. Ya bu ko'rinchakda yo bir joylarda tiqilib qoladi, bu chiqmaydi. Bu bunaqa o'xshamaydi. Mana shuni o'g'limni o'zi bir 10 marta yutgan mayda bola.